qaranglar. Ham sportivniy, ham zo'r. Biz Jigulidan xabar olgani keldik. Ro'shan ukamizni anchadan beri 8 klapanli yuradiganlarini ko'rsating deb aytardi. Hozir mana uchta mashinamiz turibdi. Ikkalasi 8 klapan. Ro'shan nima deysan? To'g'ri, lekin uncha yurmaydi deb o'ylagandim. Kelib ko'rdim, lekin rostdan zarajinni qaranglar, Duracell'da eng zo'ri 4 ta bobina qo'yilgan. Maksimalniy tokni yetkazib beradi, lekin bunisiga gap yo'q. Mashinani xudo xolasa Premier bilan, chempionlar bilan bemalol yuradi deyapti. Chunki 214 motor, tagida blok polniy farsh qilingan, 2 litrga olib chiqilgan. Ko'rayotganlar Duracell, alohida bobinalar. Mashinaning eng qiziq joyini ko'rsatgan. Lekin hayron qoldim. Qaranglar. Ham sportivniy, ham zo'r. Jigulini ko'rganmisizlar shunaqa? Saloni ham mana polniy farsh. Gidroruchnikda. Облегченный salon. Endi mana mashinamizga keladigan bo'lsak, buni ko'pchilik taniydi. Legenda mashinalarimizdan bittasi. Bitta narsaga hayron qoldim. Motorda karburator. Bu ham sportivniy deyapti. Endi bitta o'zi tushuntirib bering, men tushunmadim to'g'risi. Endi bu motor 213 o'zi porting qilingan, ichida ozgina farsh qilib yig'ib qo'yilgan. Motorga 2 yildan oshiq yig'ilganiga tiq etmay ishlayapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, pavuklar qo'yib qo'yilgan. Asosiy qilingan narsalar motor ichida. Endi buni ham xudo xolasa yurgandan keyin rezultatini ko'ramiz. Kutib qolinglar, xudo xolasa mana buni ham yaxshigina rezultatini ko'rsatamiz. Ko'rsatamizmi? Ha, конечно, ko'rish kerak, lekin men buni ko'rish kerak. Narigi mashinani bo'lsa, xudo xolasa motor yechib qo'yilgan, o'zimizdan 990 xudo xolasa yengillik bo'lganda bitgandan keyin ko'rsatamiz xudo xolasa.